qish faslida sovutgichlar narxi tushsa olaman degan opa singillarimiz va aka-ukalarimiz uchun ajoyib yangiligimiz bor. Samsung brendi o'z sovutgichlariga chegirmalar boshladi va sizlarga hozir eng ko'p sotilayotgan 3 ta model va narxlari va obzorini qilib beraman. Ushbu modelimiz Airbot Z modelimiz, bo'yi 210, eni 60 bo'ladi va chuqurligi 65 sm va asosiysi litraji 387 litr, ya'ni 269 litr sovutgich qismi va 98 litr morozitka qismi bo'ladi. Boshqaruv panellari oldida asosiysi inverter motorli bo'ladi. Ichkarilarni ko'rishingiz mumkin, metal kulning, butilishli polkalargacha bor. Hattoki polkalari rasvasnoyli, bemalol qozon boshqa narsalarni ham qo'ysalaring bo'ladi va asosiy go'sht mahsulotlari uchun va sabzavotlar uchun alohida bokslar qilingan, ya'ni o'zining namligini, o'zining haroratini ushlab turadi va muzlatkichlari ham full open box, salkam 98 litr qo'yilgan narsalaringizni 1 yilgacha sifatli ushlab turadi. Keyingi modelimiz RB 31 modelimiz. Ushbu modelimizni bo'yi 185, eni 60 va chuqurligi 67 bo'ladi va hajmi 311 litr, ya'ni 212 litr sovutgich qismi va 98 litr morozitka qismi bo'ladi. Boshqaruv panellari oldida inverter motorli asosiysi va ichlari ham chiroyli dizayn bilan ishlangan va easy slide borib keladigan polkalargacha bor va ushbu oynalari ham 100 kilogacha bemalol ko'taraveradi va alohida sabzavotlar uchun maxsus bokslari bor va o'sha morozikalari 98 litrli full open box, nihoyatda hajmi katta. Va Tailandda zborka bo'lgan ushbu modelimiz dizayni nihoyatda chiroyli. R38 modelimiz eni 70 bo'ladi, bo'yi 172 va chuqurligi 67 bo'ladi va asosiysi litraji 388 litrli, ya'ni 294 litr sovutish qismi va 97 litr morozitka qismi bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, morozitkalari nihoyatda keng qilib ishlangan. Asosiysi bu morozikasini sovutgich qilib ishlasangiz ham bo'ladi, ya'ni pilsavoyda va ichlari nihoyatda keng qilib ishlangan, hattoki fresh boxlargacha bor. Va ushbu sovutgichlarimizga Samsung brend tomonidan 3 yil o'ziga va motoriga ko'rib qo'yasizlar 20 yil garantiya beriladi. Va narxlariga keladigan bo'lsak, ushbu Airbot Z modelimiz narxini siz mijozlarimiz uchun $700, ya'ni 8.450.000 so'm va Airbot 31 modelimiz bo'lsa, siz mijozlarimiz uchun $595, $7.200.000 so'm va Airbot 38 modelimiz bo'lsa, $640, ya'ni $7.700.000 so'm qilib belgiladik. Va xudo xolasa dekabr oyida ko'plab chegirmalarni niyat qilganmiz va ushbu chegirmalarni o'tkazib yubormaslik uchun hozir obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosib, yaqinlarga tashlab qo'ying.